Bilasizmi, ilgari futbol to'plari o'yin paytida tez-tez yorilib ketardi. Ba'zan kuchli zarbadan keyin, ba'zan esa shunchaki sifatsizlik yoki ob-havo tufayli. O'yin bir necha bor to'xtatilgan holatlar ham bo'lgan, chunki to'p yorilib ketgan yoki shaklini yo'qotgan. Keyin FIFA bunday davom eta olmasligini qaror qildi va ishlab chiqaruvchilar konstruksiyani yangilashga majbur bo'ldi. Ularni mustahkam, ko'p qatlamli materiallardan yasashdi. Hech kim Cristiano Ronaldoning afsonaviy sakrashini takrorlay olmadi, to bu yigit paydo bo'lguncha. Avvaliga odamlar yaqin ham kelmadi, chunki to'p deyarli 3 metr balandlikda edi. Birin-ketin urinishdi, balandroq sakrashdi, lekin har safar yetmadi. Bu Ronaldoning o'sha paytdagi sakrashi qanchalik g'ayrioddiy ekanini ko'rsatdi. Orqada bir yigit turardi, o'z navbatini tinch kutib. U albatta uddasidan chiqishini bilardi va